Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz mana 18-aprel kuni 2025-yil. Xudo xolasa biz mana shu baliq ishini boshladik. Ilon boshi. Mana olib keldik. Bugun xudo xolasa 6 dona yaxshi niyatda xudo xolasa ishimizni boshladik. Endi akalar xudo xolasa kuzatib borasizlar bizni kichkina ishimizni. Iloji boricha buni yo'l yo'rig'ini birgalikda maslahat qilib katta qilib olamiz, ko'paytirib olamiz akalar. Biz joyimiz mana oddiygina shu 4 ga 4 joyda tayyorladik. Yonboshini tagini stashga qo'yib. So'rasam betonni o'zi bo'lmaydi, plyonka soling baribir. Ilon boshi ko'proq pastda yuradi degan hisobiga baribir plyonka solib qo'yilaverdi. Sirg'anchiq bo'lish kerak ekan. Kanalizatsiya quvurlarni tayyorlab qo'yganmiz. Bir ishda suv turmaydi batdan. Akalar xudo xolasa mana shu kanalni yurgizamiz. Endi iloji boricha maslahat qilib birgalikda shu baliqlarni ko'paytirib xudo xolasa. Ilohim shu ishni boshladik, ilohim oxirida baraka topaylik hammamiz ham, o'zimiz ham. Akalar kanalni yangi ochamiz, kanalga podpiska bo'lib qolasizlar. Xudo xolasa birgalikda endi shu ishni rivojlantiramiz endi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Men Yozyovondan Jahongirman akalar. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik, sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Mana bugun olib keldik mana. Sog' bo'ling, yaxshi qo'yinglar.